Tak, botoks olgandan so'ng tandirga kirish mumkinmi? Ya'ni qishloq sharoitida asallarim mana. O'zi aslida tandir juda ham zararli hisoblanadi. Men juda ham hurmat qilaman. Tandirga non yopadigan ayollarni juda ham hurmat qilaman. Chunki onam ham vaqtida non yopganlar tandirga. Endi u paytda hamma yopgan. Nimaga u paytda ayollarning yuzi yomon bo'lib ketmagan-ku? Bilmayman. Balki immunitet yaxshi bo'lgandir u paytda ayollarda. Balki qanaqadir klimat yaxshi bo'lgandir. Lekin hozir tandirga kiradigan 99% ayollarni yuzini kuzatamiz juda ham yomon holatda. Chunki issiq, aslida bu darajadagi issiq terimizga juda ham zarar, juda zarar. Endi sizlarga bitta zo'r narsa aytaman, tandirga kiradiganlar. Botoks, конечно, mumkin emas, ketib qoladi. Eng zo'r mas, har tandirga kirgan kuningiz yuzingizga Bipanten, Bora Plus, uchinchisi salgina anaqali, lekin haftada bir marta можно.